Sizlarga eng zo'r lokatsiyadan uy topib qo'ydik. Toshkent tumanida Qaynamada joylashgan lokatsiyalari zo'r uy topib qo'ydik. Hozir obzorini o'rtog'im bilan zo'r qilib beramiz. Bu uyimizdan sizlarga obzorini tanishtirib beramiz, ko'rishda davom etasizlar. Mana hovli qismimizni ko'ryapsizlar. Bardakka ozgina ahamiyat bermaysizlar, lekin bitish holatlari hovlinikini xuddi shunaqa bo'ladi. Mamutga faqat tualet qismlarini chiroyli qilib qurib berishadi, keyin so'kilini to'g'irlab berishadi, lekin simon suvoda qoladi hovlinglar. O'zingizlar tabiiylarga qarab chiroyli remontini qildirib olasizlar. Keyin podvol qismlarimiz ham bor. Ko'ryapsizlar, katta kenglikda bemalol duxsi o'tkalardan tushib kelib, oilani oldiga bemalol 4 ta nollarni olib, qazi qartalarni olib, bemalol kirib yashaydigan eng full hovli bo'lib qolgan bo'ldi. Bugun ko'ringlar, ertaga yashaylar. Mana zo'r uy topib qo'ydim sizlarga. Bu hovlimiz 2 sotudan iborat bo'ladi. 5 ta xona plus oshxona hovlidan iborat bo'ladi. Bu mana ko'ryapsizlar, zalimiz bo'ladi, kenggina, shinamgina. Bu xonamiz chiroyli hisoblanadi. Yoki-da o'zingizlar variantga qarab turib, ota-onalar xonasi qilib qo'ysanglar bo'ladi yoki boshqa bitta maqsadda foydalansanglar bo'ladi. Xonalar. Hop, bu bizning hovli qismida turibmiz. E'tibor bering. Mana qo'l qismi ham kenggina, shinamgina xonalar. Mana bu yerda yana bitta xonamiz bor. Bularni o'zingiz uchun, bu xonani o'zingiz uchun detskiy xona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Endi ota-onalar uchun yotoqxona bilan tanishtirib beraman sizlarni. Katta kenglikda bemalol zo'r spanli tushadi. O'zingizlar ko'ryapsizlar xonalarni. Keyin sanuzel, tualetlari ham bor ekan. Bitta xonani ichida voy bu hamma narsasini o'tiydi, bitirib berishar ekan. Bu xona degan bilan ham bitta tanishtirib qo'yaman sizlarga. Vashim chiroyli kattagina qilib, chiroyli qilib sanuzellarni cho'tki qilib, remontlarni ham o'zligi bitirib berishar ekan. Xonamiz bilan tanishtiramiz, kengina, shinamgina qilib qo'yishgan. 5-xonamizni ham e'tibor bilan ko'rib olasizlar. Bu oshxona bo'ladi, ayol. Voy mana janobi oliylari bitta laykka ayamaylar endi, bitta yaqinlarga bitta jo'natib qo'yinglar. Bitta bizani poddeshkada qilib turinglar. Shunaqa mashhur millioner insonlarni bitta poddeshka qilib tursanglar. Barak poddeshkani kutib qolamiz, boshqa nima ham deymiz. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsa 85 ming so'ralyapti. Yana kelishadigan joylari bor. Inshaalloh kesinglar, patkiruvchi holatda topshirib beramiz. Kelib, tepasida ko'rib olsanglar ham bo'ladi.